Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hörmətli televizor görgüçler. İslam ve Biz programımızın 98. sanlı görüşünlerini kızgın qarşı alımız. Ben Abdullah Yalqın. Qadirli görürmələrimiz, həmələ məlum boğandək başlayan günümüzün tatib ta hazırgacha her haftada davamlaştırıb kelayotgan programımızda her bir Müslüman çoxum roşan dalil isbatlar üstüge Kur'an ve sünnet ruhi üstüde düşünüşü gerek bo'lgan. Herkes kulaqdan uyabiyadın anlagan şekilde emas dalil asas, dalil isbat üstüge düşünüş gerek bo'lgan meselelerini ayrım tema şekilde huzuruna sunup kelyapmiz. Elbette bugün 98. sanımız kelgan bolsak, nurgulluğan temalar mana shunday so'zlab o'tildi. Rabbim her birini şunun uçluk, layık ravishda tushunib amal qilish ni'matini berishini tövənçilik bilan Rabbimizdan so'raymiz. Programımızın daimlik mehmini hammalar tunuşuq bo'lgan hurmatli ustaz Sharq Turkiston Ulamolar birligi shunday Dünya Müslüman Alimlar birligi a'zosi Abdurrahman Jamal Kashg'ariyni taklif qildik. Qimmatli vaqtdan chiqarib qadam tashrif qilganlar uchun oldindan ko'pdan-ko'p rahmat aytamiz. Rahmat. Alloh razı olsun. Qadrli ko'ruvchilarimiz, programımız YouTube ve Facebook kanallarımız orqali naq maydondan tarqatilyotdi. Ekran oldida chiqib turayotgan numarimiz shunday ijtimoiy uchur vositalardagi aloqa vositalarimiz orqali programmamizga aloqador bo'lgan har qanday fikr, taklif, savollaringiz bo'lsa, so'rashinglarni umid qilamiz. Fikr bo'lsa, berishinglarni ham umid qilamiz. Shunday ko'plagan qarindoshlarimizning foydalanishi uchun ham bahrlab qo'yishni ham unutmaysizlar. Albatta biz bugungi 98. sanimiz aslida o'tgan hafta o'tkazmoqchi edik. E'lonni bir bo'lib, ba'zi bir sabablar tufayli kechiktirildi. Bugunga Rabbim nasib qilgan bo'ldi. Bugungi temamiz albatta nihoyatda muhim temalarning birisi. Davomli holatda islomda nihoyatda oz yuzaki tushundigan bugungi g'arb hayronlari desak bo'ldi hamda g'arbniki bugun her sözde onun o'tirg'i chiqib qilishi, so'z qilishiga qarab turib yoki bir moddiy taraqqiyot qimda qarablam musulmonlarning ahvoliga qarab biraqlam xuddi hamma narsa islomda ko'radigan dindor bo'lish, musulmon bo'lish bir insonniki uning zamonaviylashishiga, taraqqiy qilishiga to'sqin bo'lib qolgandek ana shunday tushunchalarda bo'lgan so'zlarda bo'lgan mana shunday yuzaki tushunib olganlarga dindorlik zamonaviylashishga, taraqqiy qilishga ve şu siyasi kurash, siyasi sahaga kirishga bu dindarlık bir insanın Müslüman bo'lişi to'sqinlik qilamdi degan temada inşallah bunu yoritishga tirishimiz. Unda bo'lsa bevosita programmamizga kirib ketgan bo'lsak, ustozim shu oldi bilan dindarlik zamonaviylashishga, taraqqiyotga to'sqinlik qilamdi degan savolga kirsak. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Allah hamsına peygamberimizge dua salamlar olsun. Bu sualımı uzunluğunuzu davamlaşıp kelyapkan bazılarının kallasida her xil tasavvurlarını payda kılıvatkan ya şek payda kılıvatkan mühim meselelerden birisi. Zaten köp izleyiş doğru keledi. Kimlik belgeleş, yol belgeleş doğrusunu. Yani bu Avrupa'daki olsun ya ki İslam dünyası olsun ya ki bizden içimizdeki azgını bir kısım skolarizmlar olsun. Din yani bir din maksat İslam. Hoş. Avrupa'nın nazarında başka din maksat kılındı. Din medeniyetleşke ve zamanıvelişke tosalgı buludu, zıt kılıdı ya karıştırdı deydiğen bu köz karış ulanın ideyasiga, ideologiyasiga aylanıp ketken. Avrupa'da Hristiyan dini ulanın ki ideyasiga aylanıp ketken olsa bu xil tushunchalar keltirishda bu İslam dünyasındaki skolarizmlarda ve bizden aramızdan persenk toşmaydigan bazı barmak sanıldıgan bir kısım skolarizmlarda bu İslam dininin medeniyetleşke, zamanı ölüşke, tozalı buludu deydigan bu göz qarash ulanın ideyasiga aylanıp ketken. Bu meyli garip ellerdeki olsun, İslam dünyası skolarizmlar olsun ya ki ulanınki kuyruqçılar olgan bizdenki skolarizmlar olsun bular nimaga tayinli olsa İslam tarihinde yüz bergen ama İslam bilen münasebet olmagan. Yani Kur'an sünnetinin delili bilen münasebet olmagan bazı bir siyasi ictimai vakalikler var tarihte hatalık yüz bergen. Bunu İslam deb dava qil. Emeliyette aşmaz İslam'ın körsetmesi bilen bulaptı mı deb Kur'an ve sünnet ise hiç qanday münasebet yok. Bu insanların hatalığı, hakimiyetinki hatalığı, şahsların hatalığı. Enin kendin İslam bilen münasebet olmagan ya ki İslam kubul kılmaydigan bir naçar örf adetler var. Bunu İslam'da gördük. Mesela ansızlık, savatsızlık, ballarını okutmasılık değil mesela. Bunu İslam'da. Bu İslam'daki İslam'ın asli menbasidir.
İslamның asli manbasi mushunda bir ko'z qarash, ko'rsatma, bayon bo'lib qolsa islom değil. Agar unda o'miz jamiyatning xato urf-odatlarini buni islom deb dalil keltirish bu insofsizlik. Shuning bilan birlikda bir ikki asr mobaynida islom dunyosida hokimiyat boshqarish, davlat boshqarish sohasida bir mustabidlik ahvoli mavjud. Ba'zi yerda diktatorlik ahvoli mavjud. Ba'zi yerda oshqunlik ahvoli mavjud. Mush narsani dalil keltirib, islom G'arb dunyosi din degan bo'lsa, islom dunyosidagi skolarizmchilar bu islom madaniyatlik to'saliq bo'ladi, zamonaviy to'saliq bo'ladi. Shunga biz zamonaviylashmoqchi bo'lib qolsak, madaniyatlashmoqchi bo'lib qolsak, biz bu g'arb dunyosiga o'xshash dinni asli bir bulanga buni siqib chiqarish lozim degan bu yo'lga kirib qolgan. Endi g'arb dunyosining o'zlari beshidan kechirgan, o'zlari to'nib yetgan, o'zlari amaliy tajriba qilgan xristian dinni zamonaviylikka qarshi, madaniyatlikka qarshi, yangilikka qarshi deb qaragan bo'lsa, shunday tushungan bo'lsa, to'g'ri. Bu normal ahvol. Chunki ular beshidan kechirdi, shunday bir voqealikka duch keldi. Lekin islom dunyosidagi bo'lsin yoki boshqa yerda yashaydiganlar bo'lsin, musulmonlarning ichida bir qism musulmonlarning hozir 21-asrdagi bu 20-asrda ilgari 20-asrdagi musulmonlar mustamlikaga duch kelgan, ishg'oliyatga duch kelgan, har turli zulmga duch kelgan, parchalangan, taraflarga siqishtirilgan bu sharoitlardagi ba'zi voqealiklarga yoki ba'zi ko'rinishlarga qarab turib, bu islomga madaniyatlikka qarshi, bu islom zamonaviylikka qarshi, islom yangilikka qarshi deb bunda qarshi bu g'alati ahvol. Xo'sh. Bularning bunda qarshi. Agar islomning asli manbasi bo'lgan Qur'on bilan sunnatda bu xil hujjat paket kelgan bo'lsa, ularning gapi o'rinliq, uni hurmatlaymiz. Agar unda biz g'arib qarab, g'arib qanday bo'lib yangilik yaratibdi, taraqqiy qilibdi, gullanibdi, dinni o'qitdi. Unda biz shunga o'xshatsa bu quyruqchi deymiz buni. Bizning maydoni yo'q. Boshqalar nima desa, shuning kendi ma'noga beshatotida iborat bir insonlar xolos. Xo'sh. Bular mesela islom dunyosi ba'zi ko'rinishlarga qarab qolgan. Qarasa aqid qolgan. Ilm ma'rifatda aqid qolgan. Davlat boshqarishda aqid qolgan, mustamlikaning sababi bilan siyosiy erkinlikni hosil qilishda, inson huquqini amaliy tatbiqlashda aqid qolgan. Undan so'ng islom dunyosi qarasa 50 asrning 50 yilning mobaynida deydi, yarim asrning saplam qon voqeasi bor. Urush nerede vardıysa İslam dünyasında. Cengizciler nerede vardıysa İslam dünyasında. En azan kan nerede dökülüyorsa İslam dünyasında. Demek bir yerde İslam'a itiqat qilgan bu insonlarning ichki urushi qachon tugaydi degan bu ankir. Aslida bu urushni kim paydo qildi? Kim yuzlantiryapti? Buni konopkisi nerede uni bilmaydi bu savodsizlar. Buni qarab qolgan. Enin kendi köplagan islom ellari qarasa hokimiyat bilan millat orasida, xalq orasida bir to'qinishlar bor. Bu orqali jamiyatlar vayron bo'layotgan ahvollar bor. Bu xil ko'rinishlarga qarab, bu islom bilan madaniyat yaratgan bo'lmaydi ekan, zamonaviylashgan bo'lmaydi ekan. Shunga biz g'arb bo'yicha skolarizmni va liberalizmni qabul qilsak bo'ldi ekan deb shu yo'lga qadam bosgan bu xil ahvollar mavjud. Endi bizningki ishimizdagi bu xil tushuncha kelib qolgan skolarizmni madaniyatlashning yo'li, taraqqiyotning yo'li, yangilik yaratishning yo'li deb qarab qolgan bu turdagi insonlarga qarasak, bular ba'zi ma'zurdir. Islomni tushunmaganlik sababidan, o'rganmaganlik sababidan, ta'lim tarbiya ko'rmaganlik sababidan. Lekin ba'zi ma'zur emas. Yurtda, vatanimizda material kamchil, erkin bir islomni bir o'qib kelay, tushunib kelay, 6-7 oy bir kurs qilib kelay, unda bir imkoniyat yo'q. Yo'q. To'g'ri. Bu yerda ayında bir tushuncha kelib qolgan bo'lsa, ismini tilganmayli, uni ma'zur. Ammo sirtqi dunyoga chiqib, material ko'p. İslamni bir tushunib qo'ysa, islom markazida dunyoning hamma yerida bor. Har yerda degidek islom universitetlari bor. Hech bo'lmasa 4-5 oy dam og'ishi boshqa bir yerga berib, bir izlanish, tadqiq qilish imkoniyati bugungi kunlikda chetda yashaydigan insonlarga bor. Shunda imkoniyat turg'ilib bularning islomni tushunganini unamaslik, tushunmaslik. Ham islom tarbiyasi olmaslik, musulmon turg'ilib og'zida bo'lsa-mi? Bu illat nega boshlab bor desa, bularningki islomni tushunmasligi va islom tarbiyasi olmasligi, islom bilan musulmonlarning qilmishlarini farq etolmaydigan, ayiraolmaydigan bir holatga kelib qo'ydi. Ya'ni islom qaysi, musulmonning ishi qaysi?
Bunu qanday ayrımızı bunu bəqiqətən bilməydi. Yəni bir Müslüman bir işlik ise İslam kendine başını qaraydı. Doğru olsun, hata olsun. Hatta ki bəzide oğurluq qıyğan bolsa, qoymuçuluq qıyğan bolsa, onu İslam'a atıb qoyuşu mümkün. Asıl İslam'ın ki mənbəsi olğan, Kur'an sünnətdə aşındaq bir qılmış var yox. Bu din buyurumdu, buyurmamdı. Bu biz Uyğurlar düş kılıb atqan ən çox xapılıqның bir sümüşər. Meyli aşqın əqimdə bolsun, meyli aşqın əqiminin ki tətil soğuğan skolarımız radikalları bolsun, İslam bilen Müslümanların kılmışlarını, hareketlerini, tasavvurunu, gapsizini fark etmeye qaraydigan. Müslümanların ki hata kılmışlarını İslam'a atıp koyup baha çıkardıgan bu kriziske ya bu müşkilege biz en ağır derece düşkün atımız. İslam dünyasının var, lekin bizde bu mesele hali var. Şuna bula bazı Müslümanların hatalıqını, meyli siyasi cihati hatalık olsun, meyli iqtisadi cihati hatalık olsun, ya ki dünya göz qaraş cihati hatalık olsun, ya ki başka insanlar bilen qandaq bir çıkış yaşıqını olamdı, o çıkış yaşıqını olmadı, düşmenden xaliye olsa, bu xil tasavvurlu olsun, Müslümanların göz qaraşı bilen İslam'ını ayıryanmaydıgan, hatalık Müslüman tutsun, Müslüman hatalaştı, asıl İslam'ın göz qaraşı bundağa mesle demeydigan, bu halet kep qaldı. Yani Müslümanın hatalıqını İslam'a atıp koyduğun bir halet şekillenip kaldı. Mesela misal qalaylı. Arap yaranı anladı ki. İslam bilen münasebeti bulmayan bazı bir örf adetler var. Bu örf adetler Müslümanların ki fikrini, yürüyüş duruşunu şekillendirip koygan bir amil aylanıp kalmaktı. Mesela misal qalaylı. Uzun ak giyim giyiş. İslam'ın körsetmesi mi? Yok. Bu Arap yerim arada yaşaydıgan insanların örf adeti. Hoş. Ayallarının karanlık giyimini giyiş İslam'ın körsetmesinin buyruğumuz yok. Şuların ki örf adeti. Mesela enin kendin ilim marifetke yüzlenmeslek şu vaxtta da ormaldıqda 5 saat uxulu bileş. Edigende ama bir vaxtda qopab g'ururlik qilish degan o'xshash ba'zi bir urf odatga aylanib ketgan qilmishlar bor. Endi to'y qilsa buni zanjirsiman, unisi, bunisi deb ba'zi qashqarning bir qamlashmagan urf odatlar bor. İslam bilan munosabat yo'q, qoida deb chiqqan. Shunga o'xshash zanjirsiman burmoshqa. İslam bilan İslam emas bu. Chunki Qur'on sunnat undan bir ko'rsatma yo'q. Urf odat. Demak bu urf odatni dinning o'rniga qo'yib olib, insonlar uni fikrga, istilga, yurish turishga aylantirib olsa, bu xatolashgan bo'ldi. Şu bir bunun o'xshash örf odat karakterlik yoki bir jamiyat yuz bergan xatolikni İslam delili bo'lmasa, asos bo'lmasa, uni İslamdan deb qarab, jamiyatning xatoligini İslamga atib qo'yash, bu asos muomala qilish bu aql qo'yimiz. Bir akademik inson yarışadigan ish emas, bir tadqiqot qila oladigan odam yarışadigan ish emas, bir o'zini ziyoli deb baho beradigan odam bu qat'iy to'g'ri emas. Asli manba qarashlar. Mushi ish, mush jamiyat yuz berayotgan ish. Men to'g'ri topmayman. To'g'ri topdim. Buning dalili Qur'on sunnatda bormi yo'q. İslam mushning zoti qanday qaraydi? To'g'ri deb qaramdigan, xato deb qaramdigan. Bu asosda hukm chiqarish kerak. Zamonaviylik zoti İslamda yo'q. Arablar qarab qo'ygan badaviy. Mesela Arab yarim madaniyatsiz deb. Uxlaydigan qish. O'rin, kibrlik, bir necha turlik bir jamiyatda başka milletlerini Müslüman bolsunmu yaratmaydigan, özünü birden-bir üstün dep qaraydigan bazı kasalli bor, illat bor. Şu jamiyatning nimasiga aylanib qoladi desa, yurish turishga istiyilga aylanib qoladi. Buni İslamdan ko'rash, garchi ular haramda yashagan bolsunmu, Ka'baning ishik chirib olgan bolsunmu, insofmi? Aql qo'yganmiz, aql qo'ygan emas. Şu jamiyatninki nadonlik. Xuddi başka yerdeki Müslümanların ki İslam boğan düşense o bu sebepten arka çekinigende hem de yazsın bir insan namazı girmeydiğen hatta Uygurlaşıp netçi pasıklar var. Netçi zındıklar var çıtırıp hem kirip sanmaydiğen. Ama bugün günlükte Uygur'un ki siyasi davası toxtamay kotuldaydiğen insanlar yok emez. Hoş. Demek bir cemiyetin hatalıkını İslam'dan ko'rash yoki ba'zi musulmonlarning xatoligini İslam'dan ko'rash bu aql egillariga yarashadigan bir ish emas. Endi yana bir tarafdan qarasak, bu tushuncha gap qarashdan
G'arb dunyosi texnik sohasida yoki moddiy taraqqiyotda Aşağıdan ötüştüm bir ben mesela bir nasıl kısam şu sözlerin özünden şu mayda içimizdeki olsun ya İslam dünyasındaki sekülerizmçiler aslında biraz insaf olsa mesela bugünkü gündeki yoki bo'lmasa İslam tarixida o'tgan xatoliklarni İslamga nisbat berdi ya bugün İslamning ichida bo'layotgandek yoki bugungi kundagi bu shaxslarniki yoki bir jamiyatdagi keyinlik qilish yoki xo'rlik degandek ashuni islomdan ko'rayotgan vaqtida bugun voy deb shalvoqisini iqitib so'zlayotgan g'arb madaniyati biz g'arbdan o'rganishimiz kerak degan vaqtida şu g'arbning texi tunugunki tarixi qarab boqqan bo'lsa bizning tariximizdagi satkilikni yoki xatolikni islomga nisbat bergan vaqtida o'zininki bilan hayron qolgan g'arb madaniyatiniki tunuguniga qarasa insonning qusqusini keltiradigan darajadagi nejisliklar bilan rezilliklar bilan to'lgan tarixga qarab asli g'arb madaniyati bilan shalvoqisini yiqitib so'zlashdan biraz hayo qilish kerak nomus qilish kerak asli selishtirish kerak bo'lsa insof bo'lgan bo'lsa insof bo'lgan bo'lsa yana bir tarafdan qarasa g'arb dunyosi bugun texnik sohasida yoki moddiy taraqqiyotda ilm fan sohasida ilgirlab ketdi. Demek bu sebepten g'arb dunyosidagi siyosiy aqim bo'lgan liberalizm moddiy taraqqiyoti, ilmiy taraqqiyoti, texnik taraqqiyotiga ergishib bu g'arbniki liberalizm ideyasi dunyoga ta'sir ko'rsatgan bir ideologiyaga aylanib qoldi. Bir zamanlarda Sovet harbiy kuchi bilan yoki mustamlika harakati bilan, ishg'oliyati bilan o'zining kommunistligini taqib, masalan, islom dunyosida Misrga 50-yillarda, Iroqqa, Liviyaga, Suriyaga ideologiyasini qaysi yo'l bilan kirgizgan bo'lsa, shuning o'sha liberalizmmi Sovetniki ba'zi qoldiqlardan keyin, masalan, Misrda keyin nima keraklik? Liberalizm paydo bo'ladi. Demak, shuning o'sha bir ideologiya jamiyat keraklik. Hamda bu g'arb o'zininki ilmiy ustunligi, iqtisodiy taraqqiyoti va harbiy jihatga ilg'orligiga tayinib turib, mustamlika harakati bilan kirgan bo'lg'achqa islom dunyosiga normal holatdagi madaniyat almashtirish yoki madaniyatlar suhbati yoki madaniyat hamkorligi degan bu nuqtalar emas, mustamlika yo'linishi bilan ishg'oliyatchi sifati bilan kirgan bo'lg'achqa o'zining qimmat qarashini, o'zining ideyasini, o'zining stilini yoki bugungi turmush usulini deyli, pulini, tilini, hamma narsani o'zi basib olgan tuproqlarga, islom dunyosining vatanlariga tengishga boshladi. Dal bu meseleni tushunish uchun boshqalar qabul qilishi mumkin. Bugun g'arb yordami nima deb bu gapni qilishimiz. Men masalan tushuntirish uchun nuqtasini da'vatim. Bu meseleni tushunish uchun Xitoylarningki bizda basib olgan vaqtida o'zining tilini hozir tangishi, o'zining pulini tangishi, o'zining madaniyatini, Xitoycha madaniyatini tangishi, o'zining mehnat turmush usulini tangishi, partiya maktabiga majburiy o'quvchilarni kirgizib, yana bir narsani tangishi, buni ko'z oldimizga keltirsaklar, bizda qanday holatga ekkab qo'yganligini, nimaga tayinib qilsa, harbiy kuchga tayinib qildi. Iqtisodiy kuchga tayinib bu holatni epgan. Buni qanday qila oladiganini tushunadi. Shuning o'xshash g'arb o'zining ilmiy kuchi, iqtisodiy kuchi, harbiy kuchga tayinib islom dunyosini shu holatga kelib, hamma o'zining ideyasini ko'z qarshisiga tutadi. Hattoki bu yerda buni deyishni hozir bir misol tariqasida Yevropada bu universitetlar, masalan, Cambridge deyli yoki Fransiyadagi Sorbonne deyli, bir necha maktabga o'qishga borgan o'quvchilar, magistrlik o'quvchilari yoki doktorlik o'quvchilari tez yozgan vaqtida qo'yilgan ba'zi shartlar, ba'zi kitoblarda hujjat sifatida bayon qildi. Ya'ni doktorlik munaqis qilgan, ya'ni tez nimani o'tkazgan vaqtida o'qituvchining oldida yoki shu jarayonda islom to'g'risida gap qilib qolsa, islomni ayblish shart. Doktorlik unvonini elish uchun islomni ayblish. Sekularizmning ko'z qarashini bayon qilsa, uni maqtash shart. İslam dunyosidagi insonlarni tilga olgan chog'da buni qaloq, madaniyatsiz deb sifatlash. Agar unday bo'lmay qolsa, bu unvondan mahrum. Bu xil turdagi o'qituvchilar, bu xil turdagi professorlardan Sorbonne universitetidagi, Cambridge universitetidagi shaxslar xoliyamiz. Bu amaliy fakt hujjatlari bormi, shaxslar tatib bor. Demak, bu yerda Xitoylarmi? Buni ba'zilar tuhmat qildi deyish mumkin. Xitoylar misol qarang, naqd tushunishimiz uchun.
Biz Xitoylarni ishg'ol etamiz. Xitoylarmi? Sharq Turkistonning tarixi, Sharq Turkiston deyilmaydi, Uyg'urlarning tarixidir. Qaysi bir universitetda hozirga emas, masalan 10 yil ilgari Uyg'urlarning tarixini yozgan yoki ijtimoiy fan sohasida bir yoki adabiyot tarixini yozgan bir o'qituvchiga, magistrlik, doktorlikda yozish jarayonida Xitoyni maqtamasa arliqdi. Uyg'urlarning adabiyotiniki Xitoylardan darsiga yetmaydiganligini tilganmasa. Shu nima unvonga erishadimdi? Ishmaydi, aniq. Biz Uyg'urlar manda madaniyat yaratgan, masalan, qog'oz madaniyati asli Uyg'urlarning madaniyati Xitoy buni o'g'irlab chiqayotgan deb yozsa. O o'quvchi unvonga erishadimdi? Ishmaydi. Bundan o'sha misollar buni bosqichdan 5dan kechirgan o'quvchilarga nisbatan bir ma'lumlik masala. Men tushunish nuqtasidan bu masalani davdim. Endi gapimiz kelsak, G'arb dunyosi o'zining ilmiy kuchi bilan, iqtisodiy harbiy kuchi bilan o'zining dunyo qarashini, ideyasini, qimmat qarashini, turmush odatini, stilini hammasini o'zi mustamlaq qilib olgan diyorlarga bizga o'xshash yashaysan, madaniyatlashmoqchi bo'lsang, zamoniy ulashmoqchi bo'lib qolsang, bizga o'xshash qalpoq kiyishing kerak, xotinlaring bizga o'xshash yurish kerak, yarim jim bo'lish kerak deydigan nimani tenglik. Bu vaqtida endi ammo taraqqiyotga qadam qo'yapti deymiz. Deydigan bu nimani sharqshunoslari bilan, istixborot vositalari bilan, tashviqot vositalari bilan, yana bir vositalar bilan buni yurgizaylik. Bu hammasi hujjatlar babi masala izdindiganlar bo'lib qolsin. Endi biz musulmonlarga kelsak, musulmon bo'lishimizdan biz o'zimiz xos bir aqidamiz bor. İdeyimiz var İslam'dan ağam. Bir dünya qarashimiz var. Özümüzün ahlakı var ve kıymet qarashga ega bir millet. Unda bo'lgandan biz zamonaviylik yo'lida va taraqqiyotni hosil qilish yoki taraqqiy qilish yoki uyg'unish yo'lida biz g'arbning zamonaviyligidan yuqorqi ilmiy jihat bo'lsin yoki iqtisodiy harbiy jihat bo'lsin, bu g'arbningki taraqqiyotidan o'zimizningki aqidasi qimmat qarashiga uyg'un qilgani bo'lsa olamiz, agar uyg'un kelmaydigan bo'lsa uni olmaymiz. Chunki biz o'zimizningki aqidasi bor, o'zimizning ideyasi bor, o'zimizning dunyo qarashi bor, o'zimizning axloqi, qimmat qarashimiz bor bir millat bizning. Uning ustiga bu bir millatningki madaniyleşkenligini ve terakki qilganligini faqatla moddiy o'lcham yoki moddiy taraqqiyot asosida baho berilmaydi. Xo'sh. Bu moddiy taraqqiyot bilan birlikda bir ruhiy taraqqiyot, bir insonlik taraqqiyoti, odamgarchilik taraqqiyoti, bir dunyo amolligi. İnsanlarning bu dunyoga bir xotirjam yashab, o'zining kirish vazifasini ado qiladigan burmuch o'lchamlar. Xo'sh. G'arb buni garchi İkinci dünya urushidan keyin g'alba qazinib ketdilar va Yaponning ustidan ba'zi bir qoida tuzumdan yo'l qo'ygan bo'lsin, dunyoga tinchlik keltira oldi bo'lsa, tinchlik keltirdi. Chunki o'zi amal qilmaydi. Chunki o'zi ishg'oliyatchi engidan taqvoz kechgan yo'q. Hozirgacha demokratiyani da'vo qildi. Garchi o'zining zaminida buni tatbiq qilgan bo'lsin, boshqa kelgancha daqiqani yo'q. Bu kengroq bir siyosiy tahlil bilan yoki siyosiy izdinish bilan kirgan odamlar bunu bilalaydigan bir haqiqatan. Xo'sh. Shunga biz musulmon bo'lishimiz bilan bu madaniyat zamonaviylikka, boshqalarning tarozi bilan emas, o'zimizning ideyasiga, qimmat qarashiga, kimligimiz uyg'un qilgan tarozi bilan o'lcham qo'yishimiz kerak. Agar unda qilmasak, bizning musulmonligimizning nima qimmati? Bu bir saxtalik, bu bir abgalik, bu bir ishqiyuzlik bo'ladi. Biz musulmon deb da'vo qilgan bo'lsak, o'zimizning bir tarozi o'lcham bo'lishi kerak. Biz boshqalardan foydali narsa bo'lib qolsa olaylik. Aqidamizga, qimmat qarashimizga, kimligimizga zid kelmaydigan qaysi tarafga taraqqiyot bo'lsa olaylik. Agar zid qilgan bo'lib qolsa, ular yarashadiga, lekin bizga u yarashmaydi. Albatta. Endi bu masalada taqimma to'g'ri tushunishi qarindoshlarning bu yerda bir qancha nuqta bor. Oshkorlashga yoki bayon qilishga to'g'ri qildi. Masalan, birinchi bo'lib islomning Qur'on sunnatga manba qilgan islomni. Ma uning buni Ahmad Samadning yo'lga qo'yibdi. Islomningki madaniyatlashish va zamonaviylashish yangilik qarta ko'z qarash zot nima? Buningga bu musulmon emas, balki islom mutafakkirlari, mujtahid olimlari qandoq tushundirdi bu masalani.
bu meseleni obrazlaştırışga namoyon qilish to'g'ri keladi. Kishilarning ko'rinishi qarablar buning baho bermasdan islomning asli manbasini deb qaraydi. Bu islomning asli manbasini izohlayotgan, tonishtirayotgan islomning mutafakkir olimlar, vaizlar emas. Salliki vaqallamamiz biz mutafakkir, mujtahid olimlar yoki imom nima deb qaraydi? Buni namoyon qilish to'g'ri keladi. Shuning bilan birlikda islomning qimmat qarashi bor. Masalan, adolat, erkinlik, insonlik, omonlik, bir inson bu dunyoga bir omon bir yashash uchun va dunyoviy tinchlik deydigan. Buning qarta islom mush masala ish oshura olamdi, oshira olmamdi. Oshura oladigan iqtidorga egami, ega emasmi? Bu masala o'tirib chiqib berish kerak. Oshura oladiganimiz, oshura oladigan o'tirib chiqish kerak. Tarixda 100 berdimmi, bir asr ilgari 100 berdimmi, qarash lazım. Shuning bilan birlikda ilm-fan nuqtasiga kelsak, islomning davrlar bo'yi bir qancha asr islom maydon kelgan tartib ta yaqin qadar davr surgan dunyoning har taraflarida shakllangan, qurilgan universitetlar. Bu narsalarni o'tirib chiqish lazım. Bu narsa namoyon qilsa, shu vaqtida islomning madaniyat qanday qaraydiganligi, madaniyatlish qanday qaraydiganligi, zamonin qanday qaraydiganligini u vaqtida millatga buni o'z yo'li bilan, to'g'ri yo'li bilan buni tushundirgani bo'ldi. Chunki bunday qilishimiz muhim deyishda, islom aqliy izlanish yuksak baho beradigan berdi. Boshqalarga o'xshash ko'zingni jumbilab, aqlingni qulplab qo'yib turib e'tiqod qil demadi bizning dinimiz. Xo'sh. Aqlingni ochdi. O'ylandi, izlandi. O'qidi, tadqiq qildi, tajriba qildi. 300 nechilig'an hujjatda, men oyatni hujjat deb qo'yay, ba'zilarga nisbatan 300 nechi dalilda izlandi. Aqlini ishlab dedi. Dadam debdikan, onam debdikan deb ketavermadi. Aqlini ishlab dedi. Demak, aqliy izlanish u qadar yuksak ahamiyatli. Ilm, ma'rifat o'rganishni, mayli uningki bu dunyolikda asqatsin, oxiratlikda asqatsin. Chunki islomda dunyoviy ilm, oxirat ilm deydigan unday ish mavjud emas. Bu ongsiz davrninki tushunchasi bu. Chunki bu dunyoda taraqqiy qilmay turib, u dunyoda yaxshi taraqqiyotga erishgan olmaydi. Bu dunyoda musulmon o'zining vazifasini joyida ado qilmay turib, bu jannatdan birisi kelishi mumkin emas. Unda asos yo'q. Ish, chunki ish mishaga bog'liq. Bu dunyoda uningki harakatiga ziraat teriydigan yama. O shaklbozlikda ish bo'lmaydi. Xo'sh. Islom bu aql bilan vahiyni birlashtiradi. Boshqa dinga o'xshash bizning kitobimizda kelib turgan aql bilan ishimiz yo'q bizdan. Mushunday digini bo'yicha xato bo'lsin, to'g'ri bo'lsin, aqlim qabul qilsin, qabul qilmasin men demaydi. Aqlim bilan izdan, aqlim bilan tadqiq qil, aqlim bilan tekshir bu dalil dedi. Ilm, ma'rifat egalari bo'lib qolsa buni hurmatli. İnsoniyatga foydaliqlar, mayli moddiy taraqqiyot bo'lsin, mayli ma'naviy taraqqiyot bo'lib qolsin, bu odamda bir iymon eng bo'lib qolsa, buni ibodat deb qaraydi islom. Bizni ijodiyat yaratdi, bizni u mukofot qilishdi. Millatga bir savob bo'lsin, millatga bir foydaliq bo'lsin, insoniyatga foydaliq bo'lsin deydigan mush anglarlik qilgan bo'lib qolsa, uni ibodat, uni jihad deb qaraydi bizning dinimiz. Shuningdek bu dinimiz inson huquqi deb atalayotgan yoki adolat, hurlik, barobarlik eng yuksak darajada dinning voz kechmaydigan birinchi darajadagi maqsad nishonlari deb belgilaydi. Madaniyat yaratan bo'lsa, moddiy madaniyatla ma'naviy madaniyat tang epmang dedi. Chunki bizning dinimizda inson ruhiy ko'ngil bo'lib, moddan tashlaydigan ish yo'q. Yoki moddadan tushib, ma'naviyatdan tashlaydigan ish yo'q. Xristian dini emas, yoki Budda dini emas. Xo'sh. Dunyolik lazım bizga, oxiratlik lazım. Moddiy taraqqiyot lazım, ma'naviy taraqqiyot lazım. Bu dinimiz insonning insonligini qo'g'dashga, insonning huquqini qo'g'dashga, dunyoviy tinchlikni qo'lga keltirishga harakat qil deb buyuradigan din. Bu dinning falsafasi bu, dinning qimmat qarashi bu. Bu qandaqdir mushunda bir holat tursa, dinning mohiyati mush tursa, qandaq bir aql bilan o'zini musulmon deb da'vo qilgan birisi yoki birlari bu islom zamonaviylikka qarshi, yangilikka qarshi, madaniyatga qarshi qanday aql bu? Bu inson haqiqatan afsuslantirgan bir holat. Demak, gapimizning chiqqan vaqtida islom madaniyatli chaqirdigan berdi. Boshqa millatlarning olsun, boshqa dinlarning olsun, bu islomning maqsadlari, prinsiplari ko'rsatib zid kelmaydigan bir madaniyat bo'lib qolsa, uni qabul qildigan, alqishlaydigan va musulmon eng haqli deydigan. Bu bizning dinimiz bu. Ko'pdan ko'p
rahmat. Naytsi kanri içip berildi. Hem şu elbette şu dindarlıkla siyasi küreş, siyasi hareketke xuddi aktif manguzmaydigandek, tosalgı buldigandek dindar bulup eleşen bir insanniki. Çünkü o insan Abay nurgulluğa misalları keltirildi ama bulan hamısına çeklengen işgalliğinden. Bunu biraz bir iç üçün dindarlıkla şu siyasi hareket, siyasi küreşki en aldığın kısapta meňeşka heydekçi bulduğun bir dinimiz vardı bizninki. Müşünde hata kuraş çünkü dünya fakatlamak mescidden çıkma bir yılki dünyanı tamamen taşlıp etip kıldığan bir dindek, şununla buyuruyduğun dindek bu bizim dinimiz. Şunda bir hata düşünceler vardı. Bunu biraz aşkan bulsak. Bugünkidek texnik taraqqiy qilib ketgan, aloqa qilish uchur vositalar taraqqiy qilib ketgan, dunyoning bir tarafiga to'g'ri bir telefonni qo'yib olib, yo kamerani qo'yib olib, o'zini farishta sifat ko'rsatadigan, yoki dindor ko'rsatadigan, yoki ziyoli ko'rsatadigan, yoki vatanparvar ko'rsatadigan, yoki millatning doisi oqsoqli ko'rsatadigan bu ish pek osonlashib ketdi. Xo'sh. Ammo amaliyotda bu dindorlik bo'lsin yoki vatanparvarlik bo'lsin, bu og'zi deb qo'ydiganlar bir gap emas. Bir baş makal yazıp koyduğun ya ki bir kitap tercüme kılıp koyduğun neyse emas, meyli dindarlık olsun ya ki vatanperverlik olsun. Bu bir kiyim bilen bugün dopunu görüp koysaklam milletperver, Uygurperver olduğun, ertesi karşı geliş çıkıldığın onda bir şey emas. Meyli dindarlık olsun ya ki vatanperverlik olsun. Belki bu dindarlık ya ki vatanperverlik dediğimiz bu birinci olarak niyetinin durustluğu. Nişanның aniq ro'shan ekanligi bilan o'lchandigan. Ideyaninki yoki tajovuz qilgan ishg'olchi Xitoyning ideyasiga tavab ketib qolmasdi, yoki musulmonlarning yoki bu millatning qimmat qarishiga uyg'un kelmaydigan skolarizm bo'lib ketmay, sog'lom ideyaga ega bo'lishni o'lchandigan meniz. Ham shundaqlam o'zininki musulmon bo'lsa gap so'zlari, ish harakatlari, tasavvurlari, siyosatlari, qurultaylari tashkilot yalmishimizda islomninki qimmat qarishi İslam'ın prensipleri asasında beriş bu dindarlık hesaplandı. Bu tesbih tutuluş bilen uzun çapan kelisi ölçünden emas bu. İslam demek hayat demek. İslam demek hayat nazarisi, hayat felsefesi, emeli hayat demektir. Dindarlık ya ki bu vatanperverlik fakat sırtı konuşla iş bağlanılan narsa emas. Onun bilen birlikte emeli hareket demektir. Onun bilen birlikte yani sırtqi ko'rinish bilan birlikte yurish turishimiz shunga uyg'un bo'lish demektir. Yurish turishimizmi dindarlik uyg'un bo'lish yoki vatanparvarlik uyg'un bo'lish demektir. Gap so'zlarimiz, ish harakatlarimiz joyi to'g'ri bo'lish demektir bu. İbadet bilan birlikte bir ibadet qiladigan bo'lib qolsa, navodi birisi Ramazon tutadigan yoki namoz o'qiydigan bo'lib qolsa, bir sog'lom ideyaga, aqidaning taqozosi bo'yicha sog'lom fikrga ega bo'lish demektir. Bu dindarlık degani haqiqat bilan adaletni qo'g'dash bilan birlikte zulmga jang echish, mustamlikaga qarshi turish demektir bu. Hergiz bu yerda haqni qo'g'dayman, haq yo'l turman deb tajovuzga dumboq chaldigan, zulmni madiylaydigan yo xizmat qilish bu dindarlik emas bu. Bu ikki yuzlamlik munofiqlik dinimizda. Bu satqullik bu. Yani bu dindarlık deganimiz islomning xarakteri zid qiladigan bir ikki illat bor. Ko'p to'xtalib. Aşkınlık ve radikallık. Aşkınlık onca, yani ben bek dindar deb dava qilgan aqimlarda bo'lganmiz buni aşkın dedik. Uning ta'tirisi olsa dindan chatnaydigan, dini qarishtiradigan, dini hujum qiladigan fasiqlik, zag'urtli elib aytgan vaqtida. Bu ikki illat. Bundan qutulish bu dindarlik. Aşkın bo'lib turib dindarlikni qo'ydigan bo'lmaydi. Fasiq bo'lib turib dindar bo'lg'ili bo'lmaydi. Yani bu dindarlık diyen milleti ve vatanninki hizmetini qilishni bunu ibadet deb qarashdir. Bu adamlarni bunu dindar deb ataymiz. Bu haqiqati bu dindarlık. Ama afsuski sharqcha ve g'arbcha sekularizm ideyasini o'ziga singdirib olgan yoki singdirilgan birlari xo'sh. Dinni cho'ng turishni, ya'ni islomda cho'ng turishni ve bir Müslüman bo'lishib bilan musulmonligini himoya qilish uchun dunyoning har taraflarida islom markazlarini ochib, bir butun millatninki diniy va millikini qo'g'daydigan markazlarni qurib chiqishni
bu millatninki qutulish yo'lidagi mustaqillik yo'lidagi mustaqillik demas balkim buni deganlar ko'pincha avtonomiyachi saqtipazlar qutulish yo'lidagi yoki siyosiy yo'ldagi to'salg'u deb qaraydi. Dindan cho'ng tug'anlikning Uyg'urlikdan yiroqlashdanki alomati va siyosiy kurashga to'salg'u bo'lgan eng xatarli omil deb millatni ozdir. Demak, dindan cho'ng tursang birisi Uyg'urlikdan yiroqlashgan bo'lsa, ham siyosiy kurashdan yiroqlashgan bo'lsa, buna sabab bo'lsan deb ayndaq qaraydi. Bu orqali millatni ozdir. Hem dinde çoğun turuşta siyasi köreşten en çoğun tosqunlıqı bizden yolumuzga putlaşan olavatkan alamet dep qaraydi. Onun siyasi hareket qilish uchun çoğun birisi bu dinde çoğun turib olmaslıqı, İslam degan gapni o'ttirib chiqarmaslıqı, yoki islom ideyasi bo'yicha harakat qilish degan gapni tashviq qilmaslıqı, yoki o'zining musulmon ekanligini yushirib turib boshqa bir qiyobatlar qilish kerak uning kallasi bo'yicha deb aytgan vaqtida. Bularning kallasi bo'yicha aşkını aqimdan ayrım. Biz ko'p to'xtaldik uning xato ekanligi. Ya'ni Qur'on sunnatga uyg'un bo'lgan sog'lom bir dindarlikni bugungi 21-asrning dunyo vaziyati, dunyo siyosati uyg'un kelmaydi deb qaraydi bular. Ya sharqcha va g'arb psixologizm ideyasini so'ndirib olgan. Bu xil bir ahvol yuz beraylik. Hem aşkınlar qarasa bu aşkınlar dinde cho'ng turishni xato tushunib olib İslam bilan munosabat bo'lmagan yoki islom to'g'ri deb qaramaydigan ba'zi bir ko'z qarashni yoki ba'zi birlarning ko'z qarashini din deb cho'ng turib olgan bo'lsa, islom qarshi u yo'q. Masalan, kafir bo'lib qolsa hammasini o'tadi degan islomda yo'q. Tajovuz qilayotgan, dushmanlik qilayotgan, zulm qilayotganga tushgan oyatlarni butun dunyodagi insonlarga qarata xato hukmi. Misol. Masalan, bayroq to'g'risidagi misollar burunji to'xtaldik buni. Xo'sh. Demak, aşıqullar din cho'ng turilishni xato tushunib olib, islom uyg'un bo'lmagan ba'zi birlarning ko'z qarashini din deb cho'ng turib olgan bo'lsa, hatto bugungi kunda davomlashayotganmiz ba'zida. Buning aksi bo'lgan bir qism skolarizmchilar islomniki aniq hujjati bo'lgan, aniq dalili bo'lgan masalalarga yoki prinsiplardan chekinmoqda, chetlamoqda va islom ko'rsatmalariga qarshi maydonda turmoqda. Fursat topsa islomni masxir qilmoqda. Fursat topsalar ba'zi musulmonlarningki xatoligini bahona qilib islomni urmoqda. Demak, bu yerda oldimizda ikki xil kasal, ikki xil maraz mavjud. Birisi oshqullik kasali, ya'ni islom yo'q narsa islom deb millatni qaymoqtirdigan. Biz buning javobini ko'p berdik. Yani birisi islomda aniq hujjat bo'lsa, bundan qachish lozim, islomdan yiroqlish lozim. Bo'lsa islomdan chiqib ketib, ya xristian bo'lish lozim, yoki g'arbdagi ba'zi bir faylasuflar bor. Bizning maqsadimiz musulmonlarning dindan chiqarish emas, balki diniga amal qilmaydigan bir bo'shan holatga kelib qo'yish deydigan. Ya'ni musulmonlar bavlar yo'qning orasida kelib qo'ysak bo'ldi deydigan aynan bir siyosiy nazar bor. Shunda holatga ekilishga tirishmoqda. Shuningga urinmoqda. Demek bir yerde bugungi bu radikal skolarizmchilar, yani jon dinda cho'ng turuvas xatar olib keldi da'vat qilgan radikal skolarizmchilar bu oshqun aqimninki xatoligini dil o'zini bugun tatbiqlaydi. Oshqun aqimlar xato ko'z qarash bilan millatni bir qismini pirsanga to'shib bir qismini bo'lib xato yo'lga boshlagan bo'lsa, bu radikal skolarizmchilarning millatning irodasi qimmat qarashiga zid holatda xato yo'lga yuzlantirishga, millatni bo'lishga, parchalashga harakat qilmoqda. Ishqilisdan tutgan yo'li bir sharqda, bir g'arbda bo'lgan bo'lsa, lekin keltirib chiqargan natijasi dalday. Xo'sh. Lekin bular buni diqqat qilmaydi. Shunga bu skolarizmchilar bugun o'zlariniki ya sharqqa tava bo'lganligini ifodalaydigan ya g'arb kitobi o'g'il ifodalaydigan skolarizm bozor sanmoqda. Islomga va sog'lom dindor aqimga radikal muomala qilmoqda. Ya bularni ko'zga ilmaslik uslubi bilan muomala qilmoqda. U kim bo'lishidan qat'iy nazar. Buni ba'zi yerda emini ko'ginim bo'ladi. Chunki ular millatning aqsoqili, millatning vakillari o'zlaricha siyosiy harakatni boshlab vatanni o'g'ilni qutqizib o'tadiganlar o'zining kallasi bo'yicha. Onun üstüne bu da meseleni özünden qaysi boyunca hal qilish urinmadi. Meseleni özünden qaysi boyunca hal qilish olib qalsa, meseleni umumlashtirmaslik lazım.
Yani bir ekim hatalaşkan olsa, hatalık bir ekim üstüne koyup durup hal kılış lazım. Başkalarının onunla çete olması lazım. Bir adam hatalaşkan olsa, başkalarının onunla çete olmasın, bir adamın ki fikrini, şarketini, kılmışını onu tutuş lazım. Bunlar mesela özünün yolu boyunca hal kılıştırışmalı. Hem özünün kesbi boyunca hal kılıştırışmalı. Çünkü hemmisi Allah'ın boğallık için, hemmisi müctehid, mütefekkir ve iman boğallık için. Xoş. Bu işlerge orlaşıp bardı. Demek xulasılığa vaqtida bular chet elda yaşayotgan qarindoshlarimizni, bo'libmi g'arb dunyoda yaşayotgan qarindoshlarimizni bu halol harom deb turib olmay, bu dinimiz uyg'un keldi, uyg'un kelmaydi deb o'lcham qo'yib olmay, hamma normal qaraydigan g'arbchi musulmon bo'lsa olmaydi degan bu xil ideyani o'ttirsinlar. Buni 2008'lar etrafida Amerikacha islom deydigan bir bazarga chiqqan. Bir xil tashviqot istixborotdan chiqib, bir mezgil kuchapaq to'xtab qolgan. Dal shu xil ideya bugun bazarga selinmoqda. U oqmagan ekan bugungi kunlikda İbrahimiya dini deydigan yangi bir narsa paydo qildi. Biz bu vaqtda ayrim to'xtalamiz. Amerika islom oqmagan ekan, Xitoy hozir Xitoy islomni bazarga seladi. Ya'ni musulmon bo'lsa, mayli hamda, lekin kompartiyachi musulmon bo'lasan. Xoş. Nəhayət insaf qılıb qalsaq şu yerə olsun. Başqalarınınki deydiğim aşu. Biz bu vaxtda o temimiz ayrım, buna ayrım. Xoş. Hem de bir yer işten yaman bolğan bir tərəfi bu xil yuqarıqa din çoğturuluş anda xətər qıldı, manda oldu deyirlər. İşten yaman bolğan tərəfi nədəsə? Bunlar özləri kafir olğan bolsa meylit. Ya biz kafir olduq, İslam çıxıb getdik deyən özdən işi. Qiyamətki insanın Allah bir. Onunla qalmay. Yaman yer nədəsə özü kafir olğanmay. Bu dindar bir milletni dinden çıkarış kurmadı. Bu dindar milletninki dindar buluş hukuku tecavüz kılıvatılı. Bu dindar milletninki mukaddes de bilgen, cenini bir vatkan, hayatını bir vatkan, bütün neslini kurban bir vatkan, kımmet karaşlarına hücum kılıvadı. Xatarlik terbiye. Bu fikir erkinliği mi? Halbuki ular fikir erkinligi, demokratlik falan filan degan narsani nurg'un so'zlaydigan. Fikir erkinligi emas, bu fikir radikallikmi? Yoki skolarizmcha oshqunlikmi? Agar pasiqlik degan tushunmay qolib qolsa, bu deymiz, skolarizmcha oshqunlik, skolar radikallikdan boshqa narsa emas bu. Bu skolarizmchilar diniga o'zi. Bu skolarizm demokratiya deydi. Bu skolarizmlarning demokratiyasi qandaysi? Özünün ideyasiga uygun kildigan şirket gap söz bo'lib qolsa, u demokratiya hisoblanadi, o'ning o'lchami bo'yicha. Uni taroziga tushadigan ishni qilsa, demokratiya hisoblanadi. Ammo bu millatning bir irodasi, millatning qimmat qarashi, millatning dunyo qarashi uygun demokratiya quralsa, yo'q bu demokratiya emas bu. Bu islomcha bo'lib qoldi bu. Bu g'ayribda biz ko'rgan, biz yashab boqqan u demokratiya bo'lmay qoldi. Shu bu demokratiya demaymiz buni deydi. Bununki tutuvatkan mizanı Amerika'nın bazı ölçüm var, bazı devletke ayağına bandarak bir sıkıntı, koş ölçem koyduğun. Bu demokratiya ölçümü de mi bilmiyoruz? Özünün ideyası boyunca biz demokratiya dedi, lakin biz özümüzden kıymet karşı akidemiz, göz karşımız, dünya karşımız boyunca demokratiya olsun deyip qalsa, yo'q uni biz qabul qilmaymiz dedi. Demek bu saxta demokratçılar başkalarının dindar bo'lishga tajovuz qiladi bugungi kunda. Dinning prinsiplaridan uzoq turib chaqiryapti. Buni nima deb tasvirlash lozim? Millatparvar deb tasvirlagan bo'lamdi. Millatni azras. Vatanparvar deb tasvirlagan odam vatanni parchalab, millatni irib ketishga, boshqa yerga singib ketishga chaqiryapti. Va dinda obdan tushundiq odam kim deb degan odam. Unda hech qasin degan emas. Nima deb degan? Buni solchi radikallik degan bo'ldi. Solchi oshqunlik degan bo'ldi. Bir kısımlarda onca aşkınlık diyen olsa buna solca radikallık, solca aşkınlık diyen. Bunu başka nam koyuşum ters bular. Gibi biz xulasılığa vaxtımızda İslam'da doğru düşünmegen, ya düşünüş urunmagan bolup qalsa, aqli va insan, ma'lum ilmiy saviyaga erishgan insan düşün. İslam bek asan bir. Fakat murakkab yo'q. Palani ağından gibi qarshi ta'sirlashib ketishi mumkin. Lekin İslam'dan asli manbasi bo'lgan Qur'on sunnat qarsa, bu İslam tushunmak nəhayət asan. İslam aqid shundoq ro'shan, shundoq aniq, amaliyatchi, reallik uyg'un, davriga, zamonga hech yer taqashmaydi. Bu İslamdan shariati shaxsiy hayot tartib, siyosiy hayotgacha u tarafim nəhayət ro'shan. Axloq falsafasi ro'shan. İzzinib qolgan bo'lsa,
albatta buni yaxshi tushunadi. Lekin izlangan olmaganlik uchun, yoki to'g'ri tushunmaganligi va islom tarbiyasi olmaganlik uchun shaxsiy ijtimoiy hayotida nima ish yuz beradi bo'lsa, millatning qimmat qarishiga hurmat qilmaydi. Biz millatning vakili deydi, lekin millatning irodasini tamsil qilib bermaydi. Qilib bermaydi. Men millatning vakili desam, millatning yurkiga ursa, millatning aqidasiga ursa, millatning ruhiga ursa, qanday millatning vakilisi? Uni ustiga sen tutib mangan siyosiy harakatdan gel siyosiy harakat bo'lgan bo'lsa, bu millatning qimmat qarishiga, aqidasiga, kimligiga uyg'un bir siyosiy xaritani shakllantiramisan bugun qadar. Ne desem millatning vakili. Onun bu turdaki adamlar bu İslam ideyasi boyunca bir siyaset mi kıyğın oldu? Biz Müslüman bo'lgandikan İslamdan ro'y boyun siyaset qilsa, unaga qarshi. Xo'sh. Qarshilik nima bilmasa, bak dindar bo'lib ketsak bo'lmaydi deydi. Dinda cho'ng turib olsak, taqishib qolib bir şey dedi. Nega taqishib? Bu o'zimizdagi kimligini saqlamay turib, qanday jang qilamiz, qanday kurash qilamiz, qanday biz Allohning oldida yüzimiz oq baralaymiz. Qanday bo'ladi bu qisqa hayotdan keyin jannat degan orzu qanday yetadiamiz? Bu hayotmi lazım bizga? Bu hayot adolatga, barobarlik, hurlik erishim lazım. Lekin oxirat hayotimi lazım. Agar uning tanıdığan bo'lib qolsa, u o'zidan shidir kafir bo'lsa. U vaqt millatdan kafir deb e'lon qilsa, men o'zidan shi. Men shafal yu'min va men shafal yakfur Allohshmaymiz, hisobini Alloh bir. Lekin bu millatga vakolatan gap qilmaslik lazım. Bu millatning qimmat qarishi hujum qilmaslik lazım. O'ziga bir kishilik o'zidan ishini qilish lazım. Xo'sh. Bularning dadi nima desa? Dadi boshqa bo'lishi. Dadlarning birisi nima desa? G'arb dunyosidagi qarindoshlarniki dindor holatini saqlab qolib, sağlam bir siyosiy kurash yo'lini davomlashtirib qolishni xohlamaydi. Nimishqa sağlam dindor odamlar bu tatu, g'ariti gap qildigan, millatning irodasi zid bo'lgan, hatto ba'zi Xitoy chiqishib yasaq mayli degan yaqin qadar u grupa bu grupa deb atar. Bu odamlar ba'zilar kesim aldansa, ba'zilar aldanmaydi. Dindor odamlar aldanmaydi. Chunki dindor odamlar birinchi bo'lib Allohning rozoligi bormi yo'qmi ma'ishtadi. İslam to'g'ri ko'rami bu o'lcham bir tarozi buni qo'ydi. Shu bu tarozi yo'q uchun bu odamlarni dindorlikdan yiroqlashtirish lazım. Shu dinni chaqtirib olmadi. G'arbdagi qarindoshlarning deb nasihat qilsa, sizlar Turkka o'xshab olmay, Arabga o'xshab olmay, samtga sang. Turkka o'xshab olmanglar, Arabga o'xshamanglar. Nima o'xshamsin kim kechajat? Lekin Amerikalik o'xshanglar, G'arbdagi inglizga, fransuzga o'xshanglar. Nima deb tushunamiz buni? Ya'ni o'zimizningki kimligiga, diniy va milliy kimligimizga uyg'un bo'laydi, buni qo'g'daydi degan bo'lsa, bu aql egisi yarasha bir gap bo'ldi. Turk, biz irqimiz turk. Biz turk bo'lib olmadik, Alloh bizni yaratdi. Millatimiz Uyg'ur, irqimiz turk. Biz buni voz kechamiz. Biz turklar bilan qandosh bir millat. Gerçi bugun necha parchalanib ketgan bo'lsa-mu, biz turklardir. Musulmonlar bilan e'tiqod jihatda, kültür, medeniyet cihatte, qimmat qarash jihatda bir millat. Xo'sh. Şu o'zimizga xos medeniyetimiz var, o'zimizga xos urf-odatimiz var, o'zimizga xos tasavvurimiz var bir millat. Hergiz bir yerda Uyg'urligimiz bilan, turkligimiz bilan, musulmonligimiz bilan birimizni so'qashtirgan millatimiz. Ming yildan biz so'qashtirmay, biz dushmanlashtirmay, biz seni Turancha, biz seni İslamcha, yani bizim panturkizmchi, yani bizim Xitoylarning bu sapsat bo'yicha duch kelmagan bir millat biz. Bu tajovuzchilikda ilgari Xitoy. Bu nimasi var bu gaplarga bugun o'tirga chiqishni. Demak, bu yer qarindoshlardagi bir islomiy ruhninki, islomiy ongninki yaqindagi ba'zi qarindosh ko'chganimiz, yani tirilib qolishidan bir ansirash. Islom ideyasidan jonlanib qolishidan bir ansirash bor bu yerda. Xo'sh, xo'sh. Buni nima deymiz? Solchi radikallik yoki solchi oshqo'llik deymiz. Boshqa narsa nima? To'g'ri. Demak, yani asla siyosiy harakatga kurashga qarshi turishi yoki to'sqinlik bo'lishi mumkin emas degan gapni xulosa chiqdi. Endi programmamizning vaqti oldi bunun tugidi hozir, lekin oxirida qisqa bir shaklda shu savolni yuqorida albatta chiqdi. Mushunchalar yuqoridagi islomning bizga ko'rsatgan ko'rsatmasi
ta'limotlar har bir musulmondan talab qiladigan bu talablarning hammasi bir musulmonning zulmga qarshi turishini aslida dinimiz buyuradigan bir narsa. Din hargizmi bir musulmonda o'zining e'tiqodiga ching eslagan bir kishida zulmga qarshi turish ruhiy ojiz bo'lishi mumkin emas, tasavvur qilinmaydigan bir masala hamda. Mush masalani dindorlarda kuchli bo'lamdi zulmga qarshi turish yoki ojiz bo'lamdi deganni herhalde shunday savol kallasida baliq bo'lsin, qisqa bir shaklda tugatdik. Tamam, buni qisqalan bir nom qilaylik. Bu musulmon kuchini iymonidan oladi. Musulmon kuchini iymondan olganlik uchun bu millat azizga vaqtida 50 yil belki uning oldi keldi. Qo'lida tumi ta'sak bo'lmasimi, iymoni bilan dasturayotgan, irodasi bilan dasturayotgan, sağlam ideyasi bilan, ya'ni mustaqillik sağlam ideyasi bilan tajovuz har qancha kuch ko'p kelsa, sani ko'p bo'lib qolsa, uning bosh egmagan bir millat. Bu ruh Qur'ondan ko'pligidan keldimi? Uyg'urlar. Pulining ko'pligidan keldimi? Yo'q. Ilmiy kuchininki professor, doktorning ko'pligidan keldimi? Yo'q. Sanining ko'pligidan keldimi? Yo'q. Bu millat tirik tutib turayotgan narsa emas, iymon ruhi. Bu ruh bilan bu millat tik turyapti. Şunu bir yerde Allah yolunda her qanday qiyinchilik kelib qolsa, men uning tayyor davdi bu millat. Allohning azobidan boshqa hech qanday narsadan qo'rqmayman davdi bu millat. Buni bergan ato qilgan narsa. Buni hosil qilgan narsa Cambridge universitetimi, Sorbonne universitetimi yoki yana bir yerning universiteti. İman onun shakllantirgan bir ruh bu. Chunki islom har bir musulmonni nada yashaydi ekan, o jamiyatdan mas'ul deb qaraydi. Şu bir musulmonniki men musulmon bo'lgandikin deblar, beshini ichiga tiqilib qilishini to'g'ri deb qaramayman. Yoki bir musulmon o'zi yaxshi bo'lgandikinlar balchaqalari bilan yoki atrofida kishilarning kari yo'q holat yotsa, buni sen mas'uliyatsizlik qilding deb qaraydi islom. Chunki islom har bir musulmonni qarindoshlarining, yani milletining zamoni musulmon bo'yicha milletining g'amini yeshi, jamiyat tuzitishga illat bo'lgan bo'lsa, uni tuzitishga harakat qilishi, yomon ishlar bo'lgan bo'lsa, uni tuzitishga hal qilish urinishi, mustamlikaga tushgan bo'lsa, kuchining yetishi uningga qarshilik ko'rsatish, bu musulmonlik majburiyati bu. Buni musulmonlik samimiylik. Buni musulmonlikning yaxshi ishlarga yetaklash, yomon ishlardan to'sish deb ataymiz. Bu ruh her bu Musulman davası adamı hemimiz tepkiliştik işte bu ruh. Biz buna İslami atalığımızda bunu cihat deb ataymiz. Bu ruh, cihat ruhu fakat zalim qarshi turishlar to'xtab qolmaydi. Bugungi o'xshash dinimiz hujum qilayotgan, diniy prinsipimizni masxara qilayotgan, millatning qimmat qarashini haqoratlayotgan bu xil ideyaga, bu xil iqimga, bu xil guruhga qarshi turishni o'z ichiga bu cihat. Xo'sh. Tajovuzchi qarshi turishni o'z ichiga oldi. Ideya jihati millatni qaymoqtirib bo'lib parchasi urinayotgan, uchi-buchilarga qarshi turishni unimi o'z ichiga oldi. Gibimizda xulosasak temada islom zulm va zolimlikka qarshi turadigan bir din. Aqidani zo'rlab tanış qarshi turadigan bir din. Xo'sh. Dinimiz siyosiy mustabidlik qarshi turadigan bir din. Bu noktada obdan kaldığını koşlar. Bunda din olganlık için dinimiz her bir Müslümanın zulüm karşı duruşunun Müslümanlığının ifadesi edip koyuyor. Zalimlerin nefret bildirişinin Müslümanlığının takazzasıydı. Zalimler yan basmazlıkın, zalimler taraf sep almazlıkın, zalimlerin dumbakçılıkını kılmazlıkın Müslümanlığının ifadesi. Bu mesela sahtpez, kezzap, şüküzlü münafıklı. Kıyametin kögülken ovasını alıyor. Bu minan gibi bilmez. Kur'an-ı Kerim ayet alayım. Hud suresi 13. ayette وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ zalimu fetemessekumunlar. Zalimler taraf sep almanlar. Meyli siyasi sebep olsun, iktisadi sebep olsun, fikri sebep olsun, ideolojiya olsun, kıymet karşı olsun, turmuş usulü olsun, yani söz zalimler tarafı zalimden maqtaydigan, ular dumbaqçalığa masapdan mal. Eğer aynalık qilib qalsalar, qiyomatning ko'gilgan va dozaq kirsin. Allah'ın sözü. Şuna Müslüman, İslam Müslümandan bu temada ikki nuqtadan talab qilib chiqish. Birisi hech kimga zulm qilmaslik. Xo'sh. Tajovuzchi, zalim u boshqa. Uni zulm qilmaymiz, haqqimizni olamiz uni. Normalda hech qanday bir millat, hech qanday bir insonga, hech qanday bir xalq zulm qilmaslik. Musulmondan talab qilingan ish. Chunki bu yer zulmda musulmonni kofirni deydigan ish yo'q islom. Zulm musulmon zulm qilsa zulm, kofir zulm qilsa zulm bizning aqidamizda. Ikkinchi birisi zolimga, qanday zolim bo'lsin, iqtisodiy zolim bo'lsin, tajovuz zolim bo'lsin, harbiy zolim bo'lsin, fikri zalim bo'lsin, yani qanday zalim bo'lsin, uningga yordam bermaslik
Bu musulmonniki bosh tortib bo'lolmaydigan majburiyat. Shu bu nuqtadan Qur'oni Karim zolimlarni qanday ayblagan bo'lsa, zolimlar tarafdan sap olgan, zolimlarni dumbuqin chaqan, zolimlarning tashviqotchiligini qilib bergan, ularniki ozg'un yoki tajovuzchilik ideyasini bozorga sap bergan, yoki ular yaxshi edi deb millatni uxultib bergan. Bu odamlarni zalim do'zaxga kirganmiz, bu odamlar zalim, bular do'zaxga kirdi deb. Oyna sifatli. Bu yuqorqi oyatniki izohat. Agar boshqacha bu izohat xatolashdim, boshqa mufassirlar undan demagan bo'lsa, deydi olsa, qarovasi bo'ldi kitoblarga. Yani Peygamber Aleyhisselam'dan sözü var bir yer. Peygamber Aleyhisselam her konuda bir Müslümanı hakikati düşündü. Zulümga baş egmedi. Bana sözü de min azamil cihat kelimet adl inde sultan cahir. Cihatның en avzılı qaysı, en ilgari qaysı ise hakimiyet, tacavuzçıga, yoki mustabidga, yoki zalim hakimiyetning oldida haq gap qiladigan, o'zining ideyasini ko'zga dadil qo'yadigan odam bu eng cho'ng mujohid. Adam ko'rmaydigan bir yerda jang qilish 11 jihat bo'lgan bo'lsa, lekin tajovuzchiga, zalimga, sultan Cahir, mening so'zim emas, payg'ambarimiz so'zi. Chunki bir davlatni qaymoqtirayotgan, vayron qilayotgan, bir millatni izlayotgan, qirayotgan kuch nereden keldi bo'lsa, hokimiyatdan keldi. Mushning oldida haq gapni qo'yadigan, adolat tarafda turadigan, o'zining musulmonligini, vatanparvarligini, insonligini namoyon qiladigan bu inson. Bu haqiqatda ilg'or inson bu. Agar buni ta'tirga kirib qolgan bo'lsa, bu insonning tugashgani shu. Çünkü Peygamber Aleyhisselam'ın bir sözü var, bir yer eslatib etay. Eğer mening ummatim zalimni ko'rgan vaqtida, zalimni ko'pin siyosetdan keldi. Iqtisoddan kelishi mumkin, qo'ymuchilik bilan, uning buning bilan. Lekin zalimning cho'ngi millat xarakterlik, davlat xarakterlik zulm nereden keldi bo'lsa, hokimiyat. Zalimni ko'rgan vaqtida beshini eshik tiqib oldigan, qo'rqaydigan, men jonni saqlasam bo'ldi deydigan, yo'q, o'lib ketsam bo'lmaydi, hayotimni saqlab qolib, nim bo'lsam, ayvonda yozsam bo'ldi deydigan, bunda holat kelib qolganini ko'rsam, bu milletden tügeşkini şu. Hak meydan duranmay mana. İzâ ra'aytum ummet habud zalim. Eğer mening ummetim zalim, zalim to'xta diyemse, sen tajovuzchi diyemse, sen mustamlikchi, sen düşman diyemay qolib qolsa, faqat tavadda bu milletden tügeşkini şu. Demek ki bunu xulosaga vaqtida bu zalimga qarshi turish, tajovuzchi qarshi turish yoki siyosiy kurashda jonliq rol ola oladigan odamlar, dindor odamlarmi yoki fosiqlarmi buni yuqorida belgiladi. Aqli va odam bilib Hakikaten tariximizga qarasaqmi, yana bu shu eng oxirgi tariximizga, shu 100 yillik tariximizga qarasaqmi, bu milletimiz uchun, dinimiz uchun, shu vatanimiz uchun qon bergan hamma narsani fido qilganlar yana bugungi ba'zi birlarning yaratmayotgan shu dindarlar, diniga sodiq kishilar. Mayli ular olim bo'lsin yoki normal xalq bo'lsin, dinim deydigan xalq bu vatan uchun eng ko'p qon bergan, jon berganlar yana shular yani. Biraz nomus qilish kerakdan bu masalada hakikaten. Qadrli ko'pdan ko'p rahmat aytamiz, Alloh razı olsun. Qadrli ko'ruvchilarimiz, bugungi 98-sonimiz mushada oxirlashdi. Hakikaten bu medeniyetni, şu terakkiyatni, zamaniviylikni bugünkü bugunkilam emas, bunun aldiki bir qancha son programımızda mı naydi keng dairede to'xtaldik hamda. Shundaq bugunki men ama sözüm deyishdan burun devalay mesela bu sözlerimizden herkes bizniki xuddi bugunki g'arb dunyosiga qarshidak yoki bizni dushmanlashayotgandek biz ularga düşmandek tushunib qolmasin yani bu masala. Tarix. Ularni biz so'zlayotgan, men so'zlayotgan narsalar masalan yoki biz dalil edib bergan narsalar, shularning tarixchilari kitoblarida yozgan narsalar, o'zining tunugunki qanchalik qorong'u asrda, qancha asrlardan buyon yashaganligini shularning o'zi aynan kitoblarda tilga olgan, o'zining shu tarixidan numus qilib hicil bulup biz maşında bir rezil tariximiz o'tgan bizning deb shular yozayotgan narsa. Şoň biz tilgaga vaqtida, biz so'zliga vaqtida g'arbning tunugini mandaqti degan vaqtimizda biz g'arb dushmani emas, yani biz bikadimki bizning dushmanimiz, eng cho'ng dushmanimiz Xitoy. Uninki qilayotgan rezilliklar. Ammo bugun madaniyatni, zamonaviylikni, taraqqiyotni o'ttirg'i tashlab turib ba'zi birlar millatimizning ichidagi
islomni, musulmonlikni, dinimizga chin esilib mengashni, dindor bo'lishni bu keyinli qolganlik, bu xuddi Xitoy deyotgandek bu xurofotlik, bizning davomimizga ziyon berdi, u bu deyotgandek bu safsatalarga aslida insof bo'lsa shularniki yashayotgan davlatlardagi tarixchilar shularning ozroq bir keyinliga tunigun qanday edi deb qarab boqqan bo'lsa, numus qiladi u so'zlaridan. Ular og'zi tegmay maqtab ketishdan numus qilgan bo'ladi. Bir qancha shu Turkiyaninki mashhur shoiri Mehmet Akif Ersoy Türkiye Cumhuriyeti İstiklal Marşininki yazgıcısı bo'lgan şu şairninki bir şiir var. Nəhayət məşhur bir şiiri. Medeniyetini yalang'ochilanish deb qarab qolgan, g'arbcha yeb ichish, g'arbcha kiyinish, hamma narsani ichib etish deb qarab qolganlarga yuziga qachat urilgan, ravrs kilishtirib qachat urgan bir şiir var. Şu şiirini bir ma'nosini deb o'tib ketsak, kim demiş Avrupa insanı medeni? Yani bu Avrupalık insanı kim medeni deb shunday deydi o. Degan ma'noda bu Türkçe'nin zaten ekranda çıkıp tursa hazır. Köygüçler olsunlar, nurgullarımız düşünümüz elbette. Ne edep kalmış, ne haya, ne edep, ne haya kapqagan bulada. Çırılçıplak bedeni, yalang'ochilanish Avrupa insanlarının davatından. Eğer medeniyet açıp saçmaksa bedeni, eğer de medeniyet devatqanan, bilgen Türkiye'nin öz vaxtlik tarixi mi? Şu yalang'ochilanish, çünkü Osmanlı xilafetinden keyin Türkiye'nin Cumhuriyet kurulgan baş devirlerdeki buluvatkan işlerinde qarsaqlam tarixqa qanchalik bu Müslüman biyadiki qiynaşımızın tatqan kuni nait eğiramdi. Özünün şu g'arb bugünkü bizninki milletimizden aşırı çıkan bazı g'arb hayranlarga o'xshash öz vaqtida Cumhuriyet yeni kurulgan vaqtida mı şu g'arbga hayran bo'lgan ashunday atalmış ziyolilar chiqib İslamga ait her qanday narsa olsa qarlagan, her qanday narsa olsa bunu xurofiylik, bu şeriatchilik, gericilik mesela keyniga ilqinim deb ashunday har xil ayıplashlardan ayıplab qanday qandisa shunday butunlay g'arbda nim bo'lsa shuni qarg'ulash edish. İslamda nada ilqib ilm, ma'rifat, taraqqiyot bu narsani cheklagan İslamda bir tal na hadis ya bir ayet yok. Bunun teşvikat bağlaydı dedi. Bütünler şu g'arbning yürüş duruşu, içivetişi bu narsalarni bazağı sağallarga berilgan bir şapalaqda hamdi bu. Eğer medeniyet degenin bütün bedenini içip hammasini yalang'ochilanish bo'lsa, desenize hayvanlar bizden medeni. Desanglar onda olsa uçuklar. Hayvanlar bizden bekirek, medeniyetli kerek deb desanglar ço. Ko'nglingizni o'ttirib qo'yinglar deb shunday deyaptilar. Cumhuriyet İstiklal Marşi'nin şairi bu adamdan nurgulluğun şiirleri var elbette. Yeni bir Ustaz Türkiye'de naiti meşhur şair bu mu? Necip Fazıl kısa körek Allah yatkan yerine cennet kılsın. Şundak sözleydi hem de. Bugün deydik o bulup bizden şu nadan bazı bir ziyadilerimiz ayal kişiye zulüm kıldı İslam diyen. Anı kıldı, manı kıldı, manda kıl koydu, anda kıl koymaydı da hem de. Bu adamın sözü karayla. Kadın diri gömülürken, bunu Türkçesini okumaya buldu. Ayal kişi tirik halette kızlar kümülüvatkan bir devirde. İslam'dan destekli kelgen devirde Araplarning içinde şunda ayallarni aşında gördüğün kız balını bir 4-5 yaş mangıdak boğan vaxtida apırıp kümülüvatkan iş vardı. Aşındak bir cahiliyet devirde İslam geldi. 14 əsrdən artıq vaxt ötdü bu zaman. Aşındak bir cahiliyet devirde İslam kelib ona ana şu patqaqlıq, ana şu zulümdən içindən qutquzub çıxırıb İslam ayollarga qanday hurmat berdi. Analarning cennet analarning ostida, oyoqlarining ostida şu analarni rozi qilsang, shularning roziligini olsang, jannatga kirsan degan bir dinning ismi İslam deyotdi. Necip Fazıl Kısakürek. İslam bu deydi. O'ylab boqayli. Ayollarga qancha hurmat berdi İslam dinimiz. Ya texi tünü gün bügen garip hayranı boğallar. Şulan neyim qarab bakaydı. Amerika'da texi ayal kişi 1920 yılığı bağa vaxtıda 20 yıldan başlap Amerika'daki ayallar sayılış hukuka erişilgen.
Ya tehi tünügün garip dünyasında ayallarını bunu insan dep sanamdık ya insan dep muamele kıldık ya bu insandan başka bir türlük mahluk mu dep bula çoğun meclis sorularda değişken mahluklar ki. Ya sen kaysı yüzün bilen bunca valla 14 esrinin aldıda ayal kişini bunda hürmetligen. Hatta İslam 14 esrinin aldıda gelgen İslam bir özünün ayağının ağızlığa bir lokma selişini savap ibadet manı dep aşı dereceki kötegen bir dinnin ilgileri, dinnin sahibi biz yani. Bu dinge kaysı yüzün bilen sen karşı yaplayalıysan ki ayal kişiye zulüm kıldı bu dinde. Bu din ayal kişini mandak kıldı İslam diyalıysan ki kaysı yüzün bilen. Resulullah'taki bir komandan devlet reisiga özünün ayalı müsteşar bir günde desek mesela meslehatçı yani. Şunun meslehatini kabul kılıp özünün ayağının meslehatini kabul kılıp nurgulluğun bir cengi joda çıkışının işini qalayım qaysan çıkışının işini aldı elingan yani. İslam mandak bir İslam yani. Amerika'daki meseleni keltirelim. Fransiya, vay medeniyetininki o bu. Ben abay dedim ben. Düşmanlıktan demedim. Bu tarih, emini bir tarih. Tarihine uyak ötkülanmaydı. Nim bolsa şu. 1944 yılı 10. ayının 4. günü kanunga özgertiş kirgizip andin keyin bu ayal kişi saylanış hukuku erişsul diken diyen dersine kanun özgertiş kirgizip 45. yıl 4. ayının 24. günü 29. günü tuncu kıtım belediye şehir meclisiga saylash meselesi 45. yılı 4. ayının 29. günü tuncu kıtım ayallar bir ay kirgen. Oylap bakaylı. Ve Şvitsariya 1971 yıl kelgende andın ayallarınki saylanış hukuku şu vaqtida berilgan. Oylap bakaylı şu engizasyon mahkemelerde biz yuqorqi neçe 4-5 derslerimizde sözlüdük. Sözlügen şu derslerimizde şu İspanya'dan tatip bütün Avrupa devletlerinden hamısı 100 yıllarca devam kıldı. Bu çirkevnin hakimiyetindeki mahkemeler. Her kandak ilim benge kılan ayal kişini pütülle cin, cadugar haleti köstüp, köydürüp öldürüş. Bu tatkan zulüm insan o tarihlerini varıqlığında insanın köngüne ilişkisi diye. Bunda tarih İslam'ın hiçbir devrede yüz verip bakmadı bunda bir rezillik. Ya tek Osmanlı hakimiyeti gelip meyli Garip Roma hakimiyetini olsun, belki Şark Roma hakimiyetini ahırda Osmanlı hakimiyeti 1953 yılı ayaklaştırgan olsa şu devirke geçen İspanya'da 100 yıllarca devam kılan bu mahkemelerde kançıl milyonluğun insanlar Yahudiler öldürüldü. Hristiyan çirkev hakimiyeti, Katolik çirkev hakimiyetindeki mahkemeler. Nurgun Yahudiler öldürüldü. Sanaksız Müslümanlar dini sebepsiz öldürüldü. Ayallar şundak pes görüldü. Bu tarihin kesininki ya. Kayısı yüzün bilen bir İslam ne? İslam'dan içindeki bir nesane ayıplaşken neme hukukun vasınınki. Ya bu hakikaten hem de insan hakikaten içindirdi şunun için. Müslümanlar hem Türkiye Cumhuriyeti'ninki sabık baş ministerlerden Profesör Doktor Necmettin Erbakan'dan şuna sözü var. İslam diyen şu, bigenme deydi o mesela İslam diyen şu. Asla mescidden çıkmayı özünün tasfiyesini seyirip cenimizde namaz okup din diyen şu üzerinde bildiğin başka siyasetke arlaşmay işini kılıp yür siyaset diyen başkalar kılıdı dindar Müslümanlar kısı bulmaydı diyenlerge şapıla kurulan bir söz. Elbette biz siyasetini Müslümanın acayip kıldığanlıqını ayrılamaydıqanlıqını onluğan derslerimizi sözüldük. Bu adamdan kısa bir sözü var. Eğer Müslümanlık namaz okuş, Kur'an okuş, tesbih sirişlen bulduğun bolsa, bunun da ibaret olduğun bolsa Ebu Eyyub el-Ensari'nin İstanbul'da neymiş var ya? Ve mahluklar devatı yani. İstanbul'da Ebu Eyyub el-Ensari'nin neymiş var İstanbul'da? Bu yani fetih kıldım ki dep kilip İstanbul'da şehit olgan. İslam diyen bu şundak siyasetke aralashadigan hemmeni kıldığan din bu dep şu Türkiye'deki atalmış sekularizmçilarga berilgan urilgan bir şapılaqning jumlasidan birisi. Qadrli ko'rmalarimiz dinimizning ro'shan shaklda naiti manbasidan tushanga vaqtimizda asli biz qandaq bir angushlarga sahip ekanligimizni qo'limizda qandaq angushlar turib boshqalarga shalvaqimizni eqitib sho'lgaylarimizni eqitib ketishning asla hojati yo'qligini naiti ro'shan biladimiz. Allah bu tuyg'uni bersin, bu tushunchani bersin deb tilaymiz. Bugun programmamiz haqiqatan biraz uzrab ketdi, kechirgaysizlar.
sabr qilib ko'rib berganinglar uchun ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.